qoldiqli bo'lish. Inshaalloh sizlar bilan bugun demak qoldiqli bo'lish mavzusini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Bismillah. Xo'p. Qoldiqli bo'lish nima degani o'zi? Bir son ikkinchi songa bo'lganda doim ham butun son chiqavermaydi. Doim ham butun son chiqavermaydi. Misol uchun 15 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak butun son chiqmaydi. Ya'ni 2 tadan bo'ladi va 3 soni ortib qoladi. O'sha ortib qolgan songa qoldiq deyiladi. Misol uchun 27 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 3 ta butundan bo'ladi va 3 ortib qoladi. O'sha ortib qolgani qoldiq deyiladi. Xo'p, qoldiq doim qavs ichida yoziladi. Qavs ichiga yozilgani demak qoldiq bo'lar ekan. Tasavvur qilingizlar, bitta onada 15 ta olma bor. 15 ta olmani 4 ta farzandiga demak taqsimlab berish kerak. U 15 ta olmani 4 ta farzandiga teng taqsimlay olmaydi. Chunki har bitta farzandiga 3 ta olma bergandan keyin 12 ta olmani bergan bo'ladi va onada 3 ta olma qoladi. 3 ta olmani 4 ta farzandiga teng taqsimlab berish uchun uni kesish kerak. Demak, butunligicha teng taqsimlab bera olmaydi. Demak, 3 nima bo'ladi? Qoldiq, ya'ni qoldiq degani ortib qolayotgan son degan. Xo'p, o'zi qoldiq qanday topiladi degan savol tug'iladi. Qoldiq qanday topiladi? Misol uchun bizga 127 ni 6 ga bo'lgandagi qoldiqni top deyapti. 6 ga bo'lganda ya'ni nima qoldiq qoladi deb savol beryapti. Xo'p. Demak, bizga qoldiqni top deb savol bersa, uni ustun shaklda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Demak, 12 ning ichidan 2 tadan bo'ladi. 2 kira 6 12 ayiradigan bo'lsak, demak 0 7. Demak, 7 ning ichida bittadan. 1 kira 6 6 ayiradigan bo'lsak 1. E'tibor beramiz. Qoldiq qanday olinadi? Qachonki mana bu yerda hosil bo'lgan son bundan kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, demak bu yerda hosil bo'lgan son qoldiq bo'ladi. Tushunarli? Bo'lib kelaveramiz. Mana bu yerda 7 ni nima sababdan qoldiq deb olmadik? Chunki 7 6 dan katta bo'lganligi uchun 7 ni qoldiq sifatida ola olmaymiz. Qachonki mana bu yerda hosil bo'lgan son bundan kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha oxirida hosil bo'lgan songa qoldiq deyilar ekan. Demak, bu yerda nima? Qoldiq. Tushunarli demak. Xo'p. Misol, yana bitta misol ko'rib chiqamiz demak. 1238 ni 9 ga bo'lgandagi qoldiqni top deb savol beryapti demak. 1238 ni 9 ga ustun shaklda bo'lib ko'ramiz. Demak, 12 ning ichida 9 bittadan ayiradigan bo'lsak 3, 33, 33 ning ichida 3 tadan 3 kira 9 27. Ayiradigan bo'lsak 6 va 8 tushadi. 68 ni misol uchun biz bu yerda qoldiq sifatida ololmaymiz. Nimaga? 68 demak 9 dan nima bo'lyapti? Katta bo'lyapti. O'shaning uchun yana bo'lishni davom ettiramiz. Xo'p. 68 ning ichida demak 7 tadan 7 kira 9 63. Ayiradigan bo'lsak demak 5. Xo'p. Endi e'tibor beramiz. 5 mana bu bo'luvchidan nima bo'lyapti? Kichkina bo'lyapti. Demak 5 bu yerda nima bo'ladi? Qoldiq. Demak 5 bu yerda qoldiq bo'ladi. Bir sonni ikkinchi songa bo'lganimizda doim ham qoldiq qoladi aslida. Bir sonni ikkinchi songa doim ham qoldiq qoladi. Bolalar savol beradi, ustoz qanday qilib bir sonni ikkinchi songa bo'lsa doim qoldiq qoladi? Misol uchun 16 ni 4 ga bo'lsak qoldiq qolmaydi-ku. 25 ni 5 ga bo'lsak qoldiq qolmaydi-ku deb savol beradi. Xo'p, qaraymiz. 16 ni 4 ga bo'lganimizda demak 4 butun bo'ladi, hech qanday qoldiq qolmaydi. Aslida 0 degan qoldiq qoladi. Xo'p, 25 ni 5 ga bo'lganimizda 5 butun bo'ladi, qoldiq qolmaydi. Aslida qoldiq 0 bo'ladi. Xo'p, bo'linadi degani aslida qoldiq 0 ga teng bo'ladi degani. Bo'linadi degani aslida qoldiq 0 ga teng bo'ladi degan. Xo'p. Qoldiqli bo'lish tenglamalari. Xo'p. A teng B ko'paytirilgan n plyusdan q ko'rinishiga qoldiqli bo'lish tenglamasi deyiladi. Qoldiqli bo'lish tenglamasi. Xo'p. Demak, A bu yerda bo'linuvchi B bo'luvchi n bo'linma ya'ni hosil bo'lgan butun qismi. Xo'p,
qoldiq. Misol uchun mana 127 bo'lingan 6 deb yozdik tepada. Demak, buni bo'ladigan bo'lsak 21 butun 1 bo'l. Demak, 127 bu yerda A, 6 bu yerda. Demak, 127 A, 6 bo'luvchi, ya'ni B. 21 nima? 21 bo'linma, ya'ni hosil bo'lgan son n, 1 qoldiq, ya'ni qu. Tushunali-ya? Demak, bo'linayotgan son bo'linuvchi, misol 127 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 127 A ga teng bo'ladi. Bo'luvchi 6 bu yerda bo'layotgani uchun bo'luvchi B 6 ga teng bo'ladi. 21 bo'linma n ga teng bo'ladi. Qu qoldiq, demak 1 ga teng bo'lar ekan. Xo'p. Qoldiqli bo'lish tenglamasi to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Misol, xo'p, demak, qoldiqli bo'lish tenglamasi A teng B ko'paytirilgan n plyusdan q. Demak, bu misolimizda demak A nimaga teng edi? 127 ga teng edi. Demak, B miz nimaga teng? B 6 ga teng, n imiz 21 ga teng, plyusdan demak q miz 1 ga teng. 127 teng 6 kere 21 126, birda qo'ysak 127. Demak, qoldiqli bo'lish tenglamasi to'g'ri ishlayapti. Xo'p. Endi qoldiqli bo'lish sharti bor. Qoldiqli bo'lish sharti. Demak, qoldig'imiz doimo 0 dan katta yoki 0 ga teng bo'lishi kerak ekan. Qoldiq hech qachon manfiy bo'lmaydi va qoldig'imiz doim bo'luvchidan kichkina bo'lishga majbur. Demak, bu shartga qoldiqli bo'lish sharti deyiladi. Qoldiqli bo'lish sharti. Xo'p, boya yuqorida aytib o'tgandimmi? Demak, oxirida hosil bo'lgan son bo'luvchidan kichkina bo'ladi. O'sha kichkina bo'lgan holatga kelguncha bo'lib ko'ramiz va oxirida hosil bo'lgan son nima bo'ladi dedim? Qoldiq bo'ladi dedim. Xuddi shu holat mana. Qoldig'imiz demak nima bo'lyapti? 0 dan katta bo'lyapti qoldig'imiz va bo'luvchidan nima bo'lyapti? Kichkina bo'layapti. Bu nima uchun kerak? Bu bizga misollar keladi. Quyidagilardan deydi. Quyidagilarda qaysilar qoldiqli bo'lishni ifodalaydi deb savol beradi bizdan. Misol uchun demak 35 deydi. 35 6 ko'paytirilgan 7 deydi, minusdan 7 deydi. A shartida. B javobda demak 42 deydi. 20 ko'paytirilgan 2 plyusdan 2 deydi. Xo'p. C shartida 23 deydi. 12 ko'paytirilgan 2 ayrilgan 2 deydi. Ayrilgan 1 deydi. Misol uchun D javobda demak 28 deydi. 5 ko'paytirilgan 5 plyusdan 3 deydi. Bizda savol beradi, quyidagilardan qaysi biri deydi qoldiqli bo'lishni ifodalaydi deydi. Xo'p. Demak, biz agar qoldiqli bo'lish shartini biladigan bo'lsak, bu misollarni bemalol ishlashimiz mumkin, lekin qoldiqli bo'lishni shartini bilmasdan turib, buni ishlab bo'lmaydi. Xo'p. Birinchi A variantga qaraydigan bo'lsak, bu yerda qoldig'imiz nima bo'lyapti? Qoldiq manfiy bo'lib turibdi, ya'ni -7. Biz aytdikki, qoldiq hech qachon manfiy bo'lmaydi dedik. Demak, bu o'yindan chiqdi. Xo'p. Demak, A javob bo'la olmas ekan. B javobda 42 teng deyapti, 20 ko'paytirilgan 2 plyusdan 2. Bu ham qoldiqli bo'lish bo'la olmaydi. Sababi bu yerda bo'luvchi bilan nima teng bo'lib turibdi? Qoldiq teng bo'lib turibdi. Demak, bo'luvchi bilan qoldiq teng bo'lmasligi mumkin. Teng bo'lishligi mumkin emas. Sababi mana tengligi yo'q bu yerda, mana tengligi yo'q. Shuning uchun bu ham o'yindan chiqdi. Xo'p, 23 teng deyapti, 12 ko'paytirib 2 minusdan 1 deyapti. Biz aytdikki, yuqorida ham qoldiq hech qachon manfiy bo'lishi mumkin emas. Bu ham o'yindan chiqdi demak. 28 teng 5 ko'paytirgan 5 plyusdan 5. Bu yerda barcha shart bajarilyapti. 5 ko'paytiramiz 25, 3 qo'ysak 28. 28 teng 28. Tenglik bajarilyapti va qoldiq musbat. Qoldig'imiz bo'luvchidan kichkina. Barcha shartlar bajarilganligi sababli demak D javobimiz qoldiqli bo'lish bo'la olar ekan. Bolalar savol berish mumkin-da. Ustoz deydi,
qoldiq manfiy bo'lmaydi deysiz deydi, lekin deydi manfiy sonlarda qoldiq qanday olamiz deydi. Siz aytdingiz deydi, har qanday bitta sonda deydi ikkinchi songa bo'lsak qoldiq qoladi dedingiz. Lekin manfiy sonlarda qanday qoldiq olamiz agar qoldiq manfiy bo'lmaydigan misol bo'lsa deydi. Misol aytchi desa, misol deydi siz yozing deydi. -28 deydi. -28 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak deydi. -5 butun bo'ladi dedi. Xo'p, deyman. Xo'p, keyin qoldiq -3 bo'ladi-ku deydi. Chunki shart tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, -28 teng 5 ko'paytirilgan -5 plyusdan -3. Demak, mana shu holatda qanoatlantiradi-ku, -28 bo'ladi-ku, lekin siz yuqorida aytib o'tdingizki, qoldiq manfiy bo'lmaydi deb aytyapsiz deydi-da. Demak, haqiqatda to'g'ri, qoldiq hech qachon manfiy bo'lmaydi. Manfiy sonlarda qoldiq olish boshqacha bo'ladi. Kelingizlar, manfiy sonlarda qoldiq olishni ko'rib chiqamiz. Manfiy sonlarda qoldiq olish. Xo'p. Demak, -28 ni 5 ga bo'lganimizda necha qoldiq qoladi degan savol tug'iladi. Xo'p, qoldiq hech qachon manfiy bo'lmasligi kerak-a? -28 ni 5 ga bo'lsak -5 butun deyapmiz. Biz doim -5 butun bo'ladi, -6 butun, -7 butun bo'ladigan bo'lsa, o'sha chiqayotgan sondan chap tarafdagisini olib qo'yamiz. Misol uchun -5 bo'ladigan bo'lsa, -5 dan chap tarafda nima bor? -6 bor. O'sha birinchi kelganini olamiz. Demak, -6 bo'ladi. Demak, 5 ni -6 ga ko'paytirsak -30 bo'ladi. -28 uchun qoldiq nech bo'lish kerak? -28 bo'lish uchun qoldiq 2 bo'lish kerak mana. Demak, -28 teng bo'lar ekan 5 ko'paytirilgan -6, ikkalasi -30 bo'ladi. -28 bo'lish 2 ni qo'shish kerak. Demak, qoldiq nima ekan? Qoldig'imiz 2 ga teng ekan mana. Xo'p, yana bitta misol ko'ramiz. Misol -35 teng -35 bo'lingan 10. -35 ni 10 ga bo'lsak necha bo'ladi? -3 butun, qoldiq 5 bo'ladi. Xo'p, biz qoldiqni -3 demas ekanmiz ekan, o'sha -3 dan chap tarafdagi birinchisini olar ekanmiz. Demak, -4. -4 bo'ladigan bo'lsa, bu -4 butun bo'ladi. 10 ni -4 ko'paytirsak -40 bo'ladi. -35 bo'lish uchun nechini qo'shishimiz kerak? Demak, 5 ni qo'shishimiz kerak. -35 teng 10 ko'paytirilgan -4 plyusda nima bo'ladi? Demak, 5 bo'ladi. Mana 5 qoldiq, demak 5 bo'lyapti. Xo'p, nega bunaqa degan savol tug'iladi-da? Bu butun, mana sonning butun qismini topishdan kelib chiqadi. -35 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsak, bu butun qismi -4 bo'ladi. Misol uchun, -28 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, butun qismi -6 bo'ladi. Bu butun qismdan kelib chiqadi. Butun qismni topish mavzularini hali endi o'tamiz sizlar bilan, xudo xohlasa. Hozirchalik shunday o'rganib turingizlar. Demak, biz o'zimiz misol uchun -35 ni 10 ga bo'lyapmiz. -3 butun bo'lyapti. O'sha -3 butun emas, shundan chap tarafdagi birinchisini olamiz. Demak, -4 olamiz. -28 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, demak -6 bo'lyapti. -6 bo'lyapti. -5 qilib topyapmiz, lekin -5 dan chap tarafdagi bitta -6 bo'lganligi uchun demak -6 ni olyapmiz. Xo'p, manfiy sonlarda qoldiqli bo'lish tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, kichkina sonni katta songa bo'ladigan bo'lsak, kichkina sonni katta songa bo'ladigan bo'lsak, qoldiq kichkina sonning o'zi bo'ladi. Misol uchun mana 28 bo'lingan 30 bo'ladigan bo'lsa, 28 ni 30 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 28 ning o'zi bo'ladi. Misol 35 ni 40 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq demak 35 ning o'zi bo'ladi. Xulosa, kichkina sonni katta songa bo'ladigan bo'lsak, qoldiq kichkina sonning o'zi bo'lar ekan. Misol 1 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 1 ning o'zi. Xo'p, yaxshi. Diqqat bilan e'tibor beramiz. Hozir bizga misollar keladi. Bitta katta misol beriladi degan.
Misol uchun 237.487 degan misol berilyapti. Son berilyapti. O'sha sonni 2 ga bo'lganda qoldiqni top deyapti. Xo'p. Ko'pchilik nima qiladi buni topishda? Ko'pchilik mana shuni ustun shaklda bo'lib ko'rib, 2 ga bo'lib ko'rib qoldiq oladi. Misol uchun deydi 237.487 bo'lingan 2 deydi. Demak 2 ni 2 ga bo'lamiz 1, 2, demak ayiramiz 0, 3 tushadi. 3 ning ichida bittadan 1 kere 2, 2 ayirsak 1, 7, 17 ning ichida 8 dan, demak 8 kere 2 16, ayiradigan bo'lsak 1, 4, 14 ning ichida 7 dan, 7 kere 2 14, demak 8 tushadi. 8 ning ichida demak 4 dan, 4 kere 2 8, keyin 7 tushadi. 7 ning ichida 3 dan. Demak 3 kere 2 6, 6 7 dan 6 ni ayirsak 1. Demak bu bo'linayotgan sondan kichkina bo'lib qoldi. Demak bu qoldiq deb olib qo'yadi. Bu usul ham to'g'ri, lekin bu juda ham vaqtni oladigan usul. Bizga son berilgan bo'lsa, u sonni 2 ga bo'lgandagi qoldiqni qanday topamiz? 2 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun oxirgi raqamini 2 ga bo'lgandagi qoldiqni topib qo'yish kifoya. Demak 7 ni 2 ga bo'lsa qoldiq 1. Tushunarli-ya? Demak, berilgan son 2 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun oxirgi raqamini 2 ga bo'lgandagi qoldiqni topib qo'yishimiz kifoya ekan. Misol uchun mana yana bitta misol 234.345 degan son berilgan. O'shani 2 ga bo'lganda qoldiqni top deyapti. 2 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun nima qilar ekanmiz demak? Oxirgi raqamni 5 ni 2 ga bo'lganda qoldiq topar ekanmiz. 5 ni 2 ga bo'lsak qoldiq 1. Tushunarli bo'ldi? Mana bunaqa tushunish mumkin. Agar son juft bo'lsa 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Toq bo'ladigan bo'lsa qoldiq 1 ga teng bo'ladi doim. Juft bo'lsa qoldiq 0 ga teng, toq bo'lsa qoldiq doim 1 ga teng bo'ladi. Xo'p. Ikkinchi holatimiz biror bir berilgan sonni 3 ga bo'lgandagi qoldiqni topish. Biror bir berilgan sonni 3 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun, misol uchun 7848 degan bitta son berilgan. Mana shu son 3 ga bo'lgandagi qoldiqni top degan savol berilyapti bizga. Xo'p. 7848 ni 3 ga bo'lganda qoldiqni topish uchun buni ustun shaklda bo'lib ko'rib topish ham mumkin 3 ga bo'lib. Lekin bu yuqoridagi misolga o'xshab, ya'ni mana bunga o'xshab anchagina vaqt olib qo'yadi. Demak, berilgan son 3 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun nima qilar ekanmiz? Buning uchun bizga bo'linish belgilari yordamga keladi. Bir berilgan son 3 ga bo'lganda qoldiq topish uchun nima qilardik? Bo'linadi yoki bo'linmasligini topish uchun raqamlarni qo'shib chiqardik. Agar raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, berilgan son 3 ga bo'linar edi. Xuddi shu bo'linish belgisidan foydalanamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi raqamlar yig'indisi. Raqamlarni qo'shadigan bo'lsak 7 plus 8 plus 4 plus 8. Demak 7 ga 8 15, 19 27. Raqamlar yig'indisi 27 ga teng ekan. Agar raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan bo'lsa, demak berilgan son 3 ga bo'linadi degan edik. Demak, berilgan son 3 ga bo'lganda qoldiqni topish uchun uning raqamlar yig'indisini topamiz. Raqamlar yig'indisini 3 ga bo'lganda qoldiq necha qoladigan bo'lsa, berilgan sonni 3 ga bo'lganda qoldiq ham xuddi shunday bo'ladi. Agar mana bu yerda 28 hosil bo'lganda, 28 ni 3 ga bo'lsak necha qoldiq qoladi? 1 qoldiq qolardi. Demak, berilgan sonni ham 3 ga bo'lganda 1 qoldiq qoladi. Xulosa, berilgan sonni 3 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun raqamlar yig'indisini 3 ga bo'lib ko'ramiz. Necha qoldiq qoladigan bo'lsa, berilgan sonni 3 ga bo'lganda ham xuddi shu qoldiq qoladi. Xo'p. 3-holatimiz biror bir berilgan sonni 4 ga bo'lgandagi qoldiqni topmoqchimiz. 1 2 3 4 7. Demak, 12347 degan bitta son berilgan. Mana shu sonni 4 ga bo'lganda necha qoldiq qoladi degan savol berilyapti bizga. Buni ham ustun shaklda bo'lib o'tirmaymiz. Bizga buni aniqlashimizda bo'linish belgilari yordamga keladi. Xo'p. Berilgan sonni 4 ga bo'lganda qoldiqni topish uchun nima qilardik? Oxirida ikkitasi, ya'ni 47 ni olardik. 47 ni 4 ga bo'lib ko'rardik. Agar 47 4 ga bo'linadigan bo'lsa, ya'ni oxirida ikkitasi 4 ga bo'linadigan bo'lsa, berilgan son ham 4 ga bo'linardi. Xo'p. Qoldiqni topish uchun oxirida ikkitasini 4 ga bo'lib qoldiq olib qo'yishimiz kifoya bo'lar ekan. Demak, 47 ni 4 ga bo'lsak, 3 qoldiq qolar ekan. Demak, 12347 ni 4 ga bo'lsak ham 3 qoldiq qoladi. Berilgan sonni 4 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun uning oxirgi 2 raqamdan iborat sonni 4 ga bo'lib ko'rar ekanmiz. Necha qoldiq qoladigan bo'lsa, demak qoldig'imiz shunga teng bo'lar ekan. 4-holatimiz demak 5 ga bo'lgandagi qoldiqni topish. 300
27488 degan bitta son berilgan. Shuni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni top deyapti. Bunda ham bizga bo'linish belgilari yordamga keladi. 5 ga bo'linish uchun nima bo'lish kerak edi? Sonning oxiri 0 yoki nima bo'lish kerak edi? 5 bo'lish kerak edi. Xo'p, 5 ga bo'linish uchun sonning oxiri 0 yoki 5 ga teng bo'lish kerak edi. Demak, bizga sonning oxiri 8 ga teng bo'lyapti. 5 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun oxiridagi raqamini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kifoya bo'lar ekan. Berilgan sonni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun oxirgi raqamni olar ekanmizdan oxirgi raqamni 5 ga bo'lib ko'ramiz. Nech qoldiq qoladigan bo'lsa, berilgan sonni bo'lgandagi qoldiq ham xuddi shunga teng bo'ladi. Xo'p. 5-holatimiz demak 8 ga bo'lgandagi qoldiq. Bizga bitta son berilgan bo'lsa, shu sonni 8 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun uning oxirgi 3 ta raqamini dan iborat sonni, ya'ni 248 ni 8 ga bo'lib ko'rar ekanmiz. Nech qoldiq qoladigan bo'lsa, bunda ham qoldiq xuddi shunga teng bo'ladi. Bu ham bo'linish belgisi. 8 ga bo'lganda qoldiq qanday topardik? 8 ga bo'lganda qoldiq topish uchun bo'linish belgisi nima edi? 8 ga bo'linish belgisi oxiridagi 3 tasidan iborat son 8 ga bo'linadigan bo'lsa, ya'ni 8 ga bo'linadigan bo'lsa, berilgan son ham 8 ga bo'linardi. Qoldiqni topish uchun oxirida 3 tasini olar ekanmizdagi, oxirida 3 tasini 8 ga bo'lganda necha qoldiq qoladigan bo'lsa, sonni 8 ga bo'lsa ham xuddi shu qoldiq qolar ekan. Xo'p, 6-holat 9 ga bo'lgandagi qoldiq. 3785 degan bitta son berilgan. Shuni 9 ga bo'lganda qoldiqni so'rayapti. 3785 ni 9 ga bo'lganda qoldiq topish uchun berilgan sonni raqamlar yig'indisini qo'shib chiqamiz. Boyagidek 3 ga bo'linish belgisi, 3 ga bo'lganda qoldiq topish bor edi-yu. Raqamlarni qo'shib chiqardik. Raqamlar yig'indisi agar 9 ga bo'lganda necha qoldiq qolsa? 3, 7, 8, 5. Demak, raqamlar yig'indisi 10, 18, 23. Raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lsa qanday qoldiq qoladigan bo'lsa, berilgan sonni ham 9 ga bo'lsak, xuddi shunday qoldiq qoladi. Demak, 23 ni 9 ga bo'lsak 5 qoldiq qoladi. Demak, bunda ham qoldiqimiz 5 ga teng ekan. 9 ga bo'lganda qoldiq topish uchun raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lamiz. Necha qoldiq qoladigan bo'lsa, berilgan sonni ham 9 ga bo'lganda xuddi shunday qoldiq qolar ekan. 7-holatimiz 10 ga bo'lgandagi qoldiq. 3877 degan son berilgan. Mana shu son 10 ga bo'lganda qanday qoldiq qoladi? Xo'p. Bizga berilgan sonning 10 ga bo'lgandagi qoldig'ini topish uchun uning oxirgi raqamini olib qo'yamiz. Demak, 3877 ni 10 ga bo'lganda qoldiq, demak 7 ga teng bo'ladi. Misol uchun yana bitta son berilgan bo'lsin, 4895 degan son mana shu 10 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti. Xo'p. Berilgan son 10 ga bo'lganda qoldiq doim sonning oxirgi raqami bo'lar ekan. Demak, qoldiq 5 ga teng. Xo'p. Darajalarda qoldiq olish, darajali sonlarda qoldiq olish. Misol uchun bizga savol keladi, 9 ning 10-sini deydi. 5 ga bo'lgandagi qoldiqni top degan savol keladi. Demak, 9 ning 10-sini 5 ga bo'lganda qoldiq topishimiz kerak ekan. Xo'p. Buning uchun mana bu 9 ni bu yerdagi 5 ga bo'linadigan son ko'rinishda yig'inni qilib tasvirlab olishimiz kerak. Ya'ni 9 ni 5 plyusdan 4 ning 10-si ko'rinishda yozib olamiz. 5 nima bo'ladi? 5 ga bo'linganligi uchun biz aytayapmiz. Mana bu yerda nima sotilgan bo'lsa, buning ichini xuddi shu bo'linadigan ko'rinishda yozishimiz kerak bo'ladi. 9 ni 5 plus 4 desak hech narsa o'zgarmaydi. Endi mana bo'linadigan qismini tashlab yuboramizdan 4 ning 10-sini olamiz va bo'lishda davom etamiz. Endi 4 ning 10-si 5 ga bo'linmaydi. Endi 4 ning 10-sini shaklini o'zgartiramiz. Ya'ni 4 ning kvadratining 5-si qilib yozib olamiz. 4 ning kvadratining 5-si qilib olganimizda 4 ning 10-siga teng. Hech narsa o'zgarmayapti, faqatgina biz nima qilyapmiz? Shaklini o'zgartiryapmiz. Xo'p, 4 ning kvadrati demak 16 ga teng. 16 ning 5-si bo'lingan 5. Demak, 16 ni endi 5 ga bo'linadigan bitta son va yig'inni ko'rinishda tasvirlashim kerak. 16 ni nima deb yozaman shunda? 15 plyusdan 1 deyman. 15 plus 1 ning 5-si bo'lingan 5. Xo'p, endi nima qilamiz dedik?
5 ga bo'linadigan qismini tashlab yuboramizdik. 15 tashlab yuboriladi, 1 qoladi. Demak, 1 ning 5-chisini 1 ga bo'lgan 5 ga bo'lganda qoldiq, demak 1 ga teng. 1 ning 5-chisi 1 ga teng. Kichkina sonni katta songa bo'lsak, qoldiq kichkina sonning o'zi. Yana bitta misol ko'ramiz, demak. 2 ning 100-chisi bo'lingan demak 6. 2 ning 100-chisini 6 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti bizdan. Xo'p, 2 ning 100-chisini 6 dan bitta katta bo'lgan sonning darajasi ko'rinishida yozishim kerak. Demak, 2 ning 100-chisini 2 ning 4-chisining 25-chisi deb yozsam bo'ladi. Chunki 2 ning 4-chisi 6 dan katta bo'lgan son. Teng 2 ning 4-chisi 16 bo'ladi. Demak, 16 ning 25-chisi bo'lingan 6. Endi 16 ni 6 ga bo'linadigan bitta son va yig'inni ko'rinishda yozib olaman. Ya'ni 12 plyusdan 4 ko'rinishda yozaman. Ning 25-chisi bo'lingan 6 teng. Xo'p, endi nima qilamiz dedik? 6 ga bo'linadigan qismini tashlab yuboramiz dedik. Demak, 4 ning 25-chisi bo'lib qoladi. 4 ning 25-chisi bo'lingan 6. Xo'p, endi 4 ning 25-chisini 4 ning kvadratining 12-chisi ko'paytirilgan 4 desak, mana bu ifoda 4 ning 25-chisini beradi. Bo'lingan 6. Xo'p, 4 shunchaki 6 da ko'paytib cho'p turaveradi. 4 ning kvadrati 16 bo'ladi. 16 ni 12 plyusdan 4 deb yozib olaman. Ning 12-chisi bo'lingan 6. Xo'p, nima bo'lardi? 12 ni 6 ga bo'linadigan qismi 12 bo'lgani uchun 12 ni tashlab yuboraman. 4 ko'paytirilgan, demak 4 ning 12-chisi qoladi. 4 ning 12-chisi bo'lingan 6. 4 ning 12-chisini 4 ning kubining 4-chisi deb yozib olaman. Bo'lingan 6. Demak, 4 ning kubi nimaga teng bo'ladi? 4 ning kubi 64 ga teng bo'ladi. 64 ni 6 ga bo'linadigan son va yig'inni ko'rinishda tasvirlashim uchun 64 ni 60 plus 4 deb yozib olaman. 60 plus 4 ning 4-chisi bo'lingan 6. Demak, 6 ga bo'linadigan qismi, ya'ni 60 ni tashlab yuboraman. Shunda 4 ko'paytirilgan 4 ning 4-chisi bo'lingan 6. Xo'p, 4 ko'paytirilgan 4 ning 4-chisi demak, buni 4 ning kvadratining kvadrat deb yozib olamiz. Yana bo'lingan 6 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati 16 bo'ladi. 16 ni yana 12 plyusdan 4, ya'ni 6 ga bo'linadigan son ko'rinishda yozib olamiz. Bo'lingan 6. Demak, 12 ni yana tashlab yuboraman. Shunda 4 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati bo'lingan 6 qoladi. 4 ning kvadrati 16 ga teng. 16 ni 4 ga ko'paytirsak 64. 64 bo'lingan 6. 64 ni 6 ga bo'lganda nima qoladi? 4 qoldiq qoladi. Demak, 2 ning 100-chisini 6 ga bo'lganimizda 4 qoldiq qolar ekan. Xo'p, endi qoldiqli bo'lish mavzusining oq to'plamdagi misollarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misol 243 ni qandaydir songa bo'lganda bo'linma 15 ga qoldiq 3 ga teng bo'ladi, deyapti. Bo'luvchi nechaga teng? Demak, bizga qoldiqli bo'lish tenglamasi kerak bo'ladi. Demak, a teng b ko'paytirilgan n plyusdan q edi, to'g'rimi? Xo'p. Demak, amiz bu yerda 243 ga teng, 243 teng qandaydir songa bo'lganda, ya'ni bu yerda bo'luvchi noma'lum, n bo'linma 15 ga teng ekan, qoldiq q nimaga teng ekan? 3 ga teng ekan. Shu yerda nimani topishimiz kerak? B ni topishimiz kerak. 3 bu yoqqa ayirishib o'tadi, 240 bo'lib qoladi. 240 teng b ko'paytirilgan 15 ga, demak b teng bo'ladi 16 ga. Demak, to'g'ri javobimiz B javob ekan. Xo'p, ikkinchi misol 215 ni 19 ga bo'lganda qoldiq 6 ga. Bu birinchi misolga o'xshash misol. O'zingiz ishlaysizlar. Uchinchi misol 358 ni qandaydir songa bo'lganda, bu ham birinchi misolga o'xshaydi. To'rtinchi misol ham birinchi misolga o'xshaydi. Beshinchi misol qandaydir soni 1995 ga bo'lganda qoldiq 1994 ga teng bo'lsa, shu soni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping debdi. Xo'p, beshinchi misol bu birinchi misolga o'xshamaydi, ko'pchilik o'xshaydi deb o'ylaydi. Diqqat bilan e'tibor beramiz. Qandaydir bitta x degan son bor ekan. O'sha x degan sonni 1995 ga bo'lganimizda, demak, qoldiq 1994 ga teng bo'lar ekan. 1994 ga teng bo'lsa deyapti. Shu sonni, ya'ni mana bu x ni 5 ga bo'lganda qanday qoldiq qoladi deb savol beryapti bizdan. Xo'p, qarangizlar.
Bunaqa misollarda mana bu qoldig'ini 5 ga bo'lganda qoldiqni topib qo'yish kifoya bo'ladi. Sababi 1995 5 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'ladimi? 0 ga teng bo'lganligi uchun demak 1994 ni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni topib qo'yish kerak. Demak 5 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun nima qilamiz dedik? 1994 bo'lingan 5. 5 ga bo'lgandagi qoldiq topish uchun oxirgi raqamini 5 ga bo'lib qoldiq olib qo'yamiz dedik. Demak 4 ni 5 ga bo'lsak qoldiq kichkina sonning o'zi, ya'ni 4 ga teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz A javob. Xo'p. 6-misol. Qaysi tenglik qoldiqni bo'lishni ifodalaydi? Javob birinchisi qoldiqli bo'lishni ifodalamaydi. Sababi qoldig'imiz bu yerda manfiy. Qoldiq hech qachon manfiy bo'lishi mumkin emas. Ikkinchisi 43 teng 8 ko'paytirilgan 5 plyusdan 3. Demak, qoldiq musbat, tenglik o'rinli va qoldiq bo'luvchidan, ya'ni 8 dan kichkina. Barcha shart bajarilganligi uchun ikkinchisi qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Uchinchisi qoldiqli bo'lishni ifodalamaydi, chunki qoldig'imiz nima bo'lyapti? Bo'luvchidan katta bo'lib ketyapti. Demak, 3 ham xato. To'rtinchisi 43 dan 21 ko'paytirilgan 2 plyusdan 1. Xo'p, demak, tenglik o'rinli, qoldiq musbat va bo'luvchidan qoldiq kichkina bo'lganligi uchun bu ham qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Demak, to'g'ri javobimiz 2 bilan 4 C javob. 7. Qandaydir sonni 289 ga bo'lganda qoldiq 287 ga teng bo'lsa, shu sonni 17 ga bo'lgandagi qoldiqni topish kerak. Bu ham 5-misolga o'xshash misol. 5-misolga o'xshash. 8. 9 ning 17-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping debdi. Xo'p, bunaqa misolda yuqorida ko'rsatib berdim. 9'imiz demak 6-misolga o'xshash. 10. Ifodani 6 ga bo'lgandagi qoldiqni toping debdi. Demak, bu sonlar barchasini qo'shib chiqamiz va 6 ga bo'lgandagi qoldiqni hisoblab qo'yishimiz kerak. 11-misol. Mana shu ifodani, ya'ni mana shu sonni deyapti. 2, 4, 5, 9, 10 va 25 ga bo'lganda hosil bo'ladigan qoldiqlar yig'indisini toping deb. Xo'p. Demak, oxiri 4 bo'lganligi sababli juft son 2 ga bo'lsak qoldiq nima bo'ladi? Qoldiq 0 bo'ladi. Demak, 2 ga bo'lganda qoldiq 0 ekan. 4 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun nima qilamiz dedik? 4 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun oxirida ikkita sonni, ya'ni 54 ni 4 ga bo'lamiz. Qoldiq nimaga teng bo'lsa, qoldiq shu bo'ladi dedik. Demak, 54 ni 4 ga bo'lsak, qoldiq 2 bo'ladi. Demak, mana shu sonni 4 ga bo'lgandagi qoldiq nimaga teng ekan? 2 ga teng ekan. Qo'shamiz 2. 5 ga bo'lgandagi qoldiq topish uchun nima qilamiz dedik? Oxirgi raqamni, ya'ni 4 ni oxirgi raqami nima? 4. Mana shu 4 ni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni topamiz. Demak, kichkina sonni katta songa bo'lsa, qoldiq kichkina sonning o'zi, ya'ni 4 ga teng bo'ladi. 9 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun nima qilamiz dedik? Raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lganda necha qoldiq qoladigan bo'lsa, demak, mana shu son 9 ga bo'lganda qoldiq shunga teng bo'ladi. Qo'shsak, 3 ga 6 9, 9 ga 4 13, 13 ga 5 18, 18 ga 5 23, 23 ga 4 27, 27 ga 27 34, 34 ga 8 42, 42 ga 3 45, 45 ga 5 50, 54. Demak, raqamlar yig'indisi 54 ekan. 54 ni 9 ga bo'lsak, qoldiq 0 ga teng bo'ladi. Demak, berilgan sonni ham 9 ga bo'lsak, qoldiq 0 ga teng. 10 ga bo'lgandagi qoldiq nimaga teng dedik? 10 ga bo'lganda qoldiq oxirgi raqamga teng bo'ladi. Demak, oxirgi raqam 4 bo'lgani uchun qoldiq 4 ga teng. 25 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun oxirgi ikki raqamidan iborat son 54 ni 25 ga bo'lgandagi qoldiqni topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, qoldiq 4 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak, demak 4 4 4 14 12 2 ni qo'shsak, demak 14 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz demak D javob. 12-misol 4 ning 12-sini 9 ga bo'lganda qoldiq. Bunaqa misol ko'rdik yuqorida. 13. Ikkita natural sonni 5 ga bo'lganda mos ravishda 1 va 3 qoldiq hosil bo'ladi. Bu sonlar kvadratlar yig'indisini 5 ga bo'lganda qoldiq nechaga teng? Qarangizlar. Bitta son bor ekan. O'sha sonni 5 ga bo'lsak, qoldiq nimaga teng bo'lar ekan? 1 ga teng bo'lar ekan. Yana bitta y degan son bor ekan. O'sha y degan sonni 5 ga bo'lsak, qoldiq 3 ga teng bo'lar ekan. Bizga so'rayapti bizdan bu sonlar kvadratlar yig'indisi, ya'ni x kvadrat plus y kvadratni 5 ga bo'lganda qanday qoldiq hosil bo'ladi deyapti. 5 ga bo'lganda qoldiqni top deyapti. Xo'p, diqqat bilan e'tibor beramiz.
O'sha qandaydir mana ikki sonni ixtiyoriy 1 deb olaman. X teng 1. Sababi 1 ni 5 ga bo'lsak qoldiq nimaga teng bo'ladi? 1 ning o'ziga teng bo'ladi. Chunki kichkina sonni katta songa bo'lsak qoldiq nimaga teng edi? Qoldiq kichkina sonning o'ziga teng edi. Demak, qoldiqimiz nimaga teng ekan? 1 ga teng ekan. Xo'p, ikkinchi holat. Y ni 5 ga bo'lganda qoldiq 3 ga teng ekan. Y ni 5 deb olaman. Y ni 3 deb olaman. Chunki 3 ni 5 ga bo'lsak qoldiq nimaga teng bo'ladi? 3 ga, ya'ni kichkina sonni o'ziga teng bo'ladi. Shart qanoatlantiryaptimi? Demak, qanoatlantiryapti. Joyiga qo'yib hisoblasak 1 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati teng bo'ladi 10 ga. 10 ni 5 ga bo'lsak qoldiq necha bo'ladi? 0. Demak, to'g'ri javobimiz nima ekan? Y javobi ekan. 14. 14 demak 13 ga o'xshash savol. Bunda ham ixtiyoriy tanlash qilib ishlab qo'yasizlar. 15. 3 ga bo'lmaydigan natural sonning kubini 9 ga bo'lganda qoldiq qanday sonlar bo'lishi mumkin? 3 ga bo'lmaydigan natural son, misol uchun 1. 1 ning kubini 9 ga bo'lsak qoldiq necha bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. 2. 2 ning kubini 9 ga bo'lsak qoldiq 8 va hokazo shunaqa o'zingiz ishlab qo'yasizlar. 16. 16 ni o'zingiz ishlaysizlar. 17. 16 da 25 ga bo'lganda qoldiq deyapti. 25 ga bo'lganda qoldiqni topishni nima qilamiz dedik? Oxirgi 2 raqamdan iborat sonni, ya'ni 35 ni 25 ga bo'lganda qoldiqni topib qo'yamiz. 17. 624 ni qanday songa bo'lganda bo'linma 41 ga qoldiq esa 9 ga chiqadi. Demak, bu birinchi misolga o'xshash. 18. Barcha uch xonali sonlar ichida 45 ga qoldiqsiz bo'linadiganlar nechta? Buni o'zingiz topib qo'yasizlar. 19. Mana shu sonlarning har birini qanday natural songa bo'lganda qoldiqlari bir xil chiqadi deyapti. Demak, 19 ni ham o'zingiz ishlaysizlar. 20. Quyidagi tasvirlarning qaysi biri to'g'ri? Mulohaza, buni ham o'zingiz ishlab qo'yasizlar. 21. Nechta ikki xonali son 15 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Ya'ni qoldiqsiz bo'linadi degani qoldig'i 0 ga teng bo'ladi degan. Nechta ikki xonali son? Misol uchun 15, 15 ga qoldiqsiz bo'linadi. 30, 30 dan 15 ga qoldiqsiz bo'linadi va hokazo shunaqa tanlab sanab qo'yasizlar. 22-chi misol 2002 ning 2002 sonini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping debdi. Bu oxirgi raqam mavzusiga doir, lekin tushuntirib ketaman, qarangizlar. 5 ga bo'lganda qoldiq nima dedik? 5 ga bo'lganda qoldiq o'sha berilgan sonning oxirgi raqami nima turgan bo'lsa, o'sha 5 ga bo'lganda qoldiq bo'ladi dedik. Demak, biz buni qoldig'ini topishimiz uchun bu sonning nimasini topishimiz kerak ekan? Oxirgi raqamni topishimiz kerak. 2002 ning 2002-sini oxirgi raqami demak 4 bilan tugaydi. 4 bilan tugaganligi uchun 4 bilan tugagan sonni 5 ga bo'lsak qoldiq nima bo'ladi? 4 ning o'ziga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz Y javob ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalda uzoqlashmaysizlar, salomat bo'lasizlar.